Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Arasham sor ishqibozlar aka-ukalar. Mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizda xonadonimizda turibmiz. Bugunga mana bir dona arashan qo'chqorimiz bor. Chiroyli qilib video qilib berishga harakat qilamiz. Zotga tavsiya qilamiz, zot oladigan arashan tozasidan. Hop. Ilhom buni birma-bir ma'lumotini aytib ketaverchi. Kelganiga bir haftadan o'tdi. Toza narsa. Hop, tayyor jinob qo'yilgan ekan. Quloqlari o'lchangan. Quloqlar 18 plyusga o'lchadi. 18 plyusga. Mana quloqni o'zlaring ko'rib olasizlar. Quloq haqiqatan yaxshi. Garbanos. Garbanoslar kelgan. Kalla oshi o'ta chiroyli. Buni yoshi qanaqa? Endi ishga chiqqan. Ikki tishmi shu holat? Ikki tish bu qo'chqor. Qani bitta ko'raylik tishini. Ikki tish. Ikki tish ekan qo'chqor. Ana akalar ko'zlari. Bitta aylantiraylikchi qo'ydi. Oyoqlari. Qo'ydi oyoq kengligi, dumbaligi, chiroyli hamma yo'q kelgan ekan. Qani tuyoqlari qanaqa buni tuyoqlari? Tuyoqlaridan sha. Tuyoqlari ham o'ta zo'r ekan. Dalaga, toqqa quvadiganlarga hamma yo'qqa yaraveradigan tuyoq ekan. Qani bu tomon kalla boshi. Oltlari ham. Chiqadi. Oldilari ham kelgan ekan. Hop. Buni bo'yi necha? 92 plyus. Olishadi. Bo'yi 92 plyus. Ha, 92 plyus. Uzunligichi? Uzunligi ham. Uzunligi 1 ga o'lchadi. Uzunligi 1 metr chiqadi. Metr yo'qmi hozir bu yerda? Metr hozir. Shogirdlarga bor. Qo'yni uzunligini qaranglar akalar. Qo'y o'ta go'zal. Quyosh bo'lsa, quyoshda yana ham yaltiraydi. Hozir tashqari shamol, shuning uchun mana ichkarida darvozaxonada yolingan. Iloji boricha chiroyli qilib olinadi. Bitta yurgizaylikchi mana shuni. Shu yurgan yerigacha yuraversinchi. Tashqariga chiqsinchi mayda. Qani, yurgizib ko'rsatamiz. Ikki tish ekan akalar. Tayyor juni olingan, junini olamiz deb o'tirilmaydi. Tortovchi. Yo'q jonivor. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Hop. Ilhom buni yeb ichishga qancha? Yeb ichishga 10 kun sinab olishadi. Yeb ichishda. 10 kun. Ha. Bo'ldi. Ko'rpukar, yo'tal-butaliga hamma yo'g'i dori qilingan. Hop. Buni dastlabkilar qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha respublikani qildiramiz. Toshkent, Vodiy. Ana bitta anahenda ushlab turibmiz mana, ko'ryapsizlar akalar. Qo'chqorda holatlari ideal mana oldi tomondan. Buni endi chiroyli qilib, kelishtirib, boladan qilib narx qo'yaylik. Bir dona-yu, bir dona bo'lsin. 2000 dollar narx aytmayman. Hop, nech pul qo'yamiz? 950 dollar deyman, o'tib beraman. 950 dollar o't beriladi. Ha, o'tib beriladi. Hop mana akalar, 950 dollar deb xayri bor. Samarqandga telefon qilasizlarmi? Shu Voha, Vodiy bo'ylab, Liboy joyga Xorazm bilan dastlabga beraveraman. dastlabga bor. Bitta ushlab turgan endi. Mana qo'ydi ham o'zlaring bitta ko'ringlar, dumbasi pichilib ketadigan dumba emas. Dumba tikka, uzunligi, oyoq qo'llari baquvvat. Hamma yo'g'i. Bitta nuqsoni yo'q ekan. Bitta nuqsoni bo'lsa qo'ydi qaytaraverasizlar. Hop. Mana holatlar akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, zot olaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Chiroyli qilib mana shuni hozir nomer qo'yamiz tagiga, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlar qo'yiladi. Ikkovi ham ishlaydimi? Ikkovi ham ishlaydi. Ikkita nomer. Ikkita nomer qo'yiladi. Ikkovini ham ishlatamiz. WhatsApp, Telegram, yana videosini qilib berib tashlab ber desalarim tashlab berilaveradi. Qo'ydi ikki holati.
Akala hafta kuniga 9-iyun dushanba 2025-yil. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'chqorni ko'rib olinglar. $950 xayri bor.